Korrupsiya bu jamiyat taraqqiyoti uchun to'siq, adolat va halollik tamoyillariga tahdid. U insonlar o'rtasidagi ishonchsizlikka sabab bo'ladi va rivojlanishni cheklaydi. Lekin korrupsiyaga qarshi kurashish har birimizning mas'uliyatimizdir. Davlat muassasalari va fuqarolar birgalikda bu narsalarga qat'iy chora ko'rishsa, ana shundagina adolatli jamiyatni barpo etish mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurash bu faqat qonunlarda emas, bizning ong va tafakkurimiz o'zgarishi bilan ham bog'liq. Biz halollikni qadrlab, har birimiz mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimiz kerak. Ochiqlik, shaffoflik va javobgarlik bu bizning asosiy qurolimizdir. Yangi texnologiyalar va innovatsiyalar korrupsiyaning ildizini yo'q qilishda muhim rol o'ynaydi. Keling, birgalikda kelajakni adolat va halollik ustiga quramiz. Har bir fuqarodan boshlanadigan o'zgarish bu katta natijalarga olib keladi.